Cobalt avtomat korobka olinzaga o'qilishdi. Sizlarga foydali video ilinishdi. Maqsad qildim. Hop, qaranglar, mashina o'chiraman debdilar, 5 minutdan keyin mashina zavod bo'lmay qoladi. Buni diagnostika qilib, aybini topdik. Aybini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Sizlardan bitta kunda shu narsa kuzatilmasligi uchun. Agar kuzatiladigan bo'lsa ham, osongina sizlar aybini bir pasda to'xtalasizlar. Bir balo bir xarajat qilmasa. Qaranglar, to'rtala farsunka, mana 4 pakalining farsunkalar bo'ladigan bo'lsa, ichkariga gaz kiradi. Mashina ochiq holatida bu klaplar yopish kerak, ya'ni bu yerdan reduktordan keladigan gazni to'xtatish kerak bo'ladigan narsa asli. Hop, har bitta shlankani bittalab o'zi mana bitta qo'shimcha shlanka bunday ulab olganman. Bitta suvni olasizlar, paklashkaga. Hop, suvni olganlaringdagi mana ulangan mana shlanka. Tushunibdimi? Qaranglar. Mana mashinaga gaz o'tyapti. Mashina o'chiq turibdi. Mashinaga gaz o'tayotgan hisobiga pilovat bo'lib qolyapti. Ya'ni benzin bilan gaz qorishmasi anov bo'lib, pilovat bo'lib qolib, mashina bittada zavod bo'lmaydi. To 5-6 marta aylantirgandan keyin zavod bo'ladi. Hop, mana endi ikkinchisiga o'tkazamiz. Ikkinchisiga o'tkazdim mana shlankani. Endi qaranglar. Jimjit. Endi yana boshqalarga xullas o'tkazib chiqdim. Buni erinmasdan hammasiga o'tkazib qarab turish kerak. Bir pas, bir xillari sekin o'tkazadi. Hozir ko'p o'tkazyapti bu. Bir xillari tez o'tkazib yuboradi. Ko'ryapsizlarmi buni qanaqa tezlikda o'tkazib tashlayapti buni? Mana shundan primoy gazga, primoy bo'lib qolgan, primoy motorning ichiga hozir gaz kiyityapti mana shuni o'zi. Hop, bu holatda nima qiladi? Mana shu farsunkani o'zi almashadi, shu bilan masala hal bo'ladi. Aynan shuni o'zini ichidagi rim komplektini almashtirsa ham masala hal bo'ladi, lekin rim komplektini hamma joyda ham topish qiyin. Shunaqa gap akalar, sizlarning ham mashinalarning bir pas turgandan keyin bittada zavod bo'lmaydigan bo'lsa, aynan mana shu video sizlar uchun foydali bo'lib qoladi. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar bu video. Luboy mashina 4 pakalina gazi bor mashinalarga aynan mana shu narsa sizlarda ham bo'lib qolmasligi uchun bu video saqlanib qo'ysalar, sizlarga inshaalloh manfaatli bo'lib qoladi. Charchamanglar, sog' bo'linglar.